hay bor tovog'im kel tovog'im, ha bormasang kelmasang o'rtada sin tovog'im degan gaplar bor. Ha qudachilik ming yilchilik deyishadi, aylanib ketadi. Ha ming yilchilik bo'lsin desa berganiga yarasha qaytaradi-da. Bergan matahini qara. Oldi berdimi? Yo'q qilsa yaxshi bo'lar edi. Oldi berdi yaxshi. Bo'ldi opa, qo'ysangchi. Ko'rdim to'y qilganingizda qanaqa oldi berdi deganingizni. Orzu havas qattiq qoladi. Endi uni betaychi. Ne etmas ekanmi? Mana qarang-da, Said opa. Bir xil kiyinib kelamiz deb anchadan beri kelishib oldik-da. O'zlari uzun atlaslarni kiydirib, mana bunaqa kalta kiyamiz deb aldab kelganingizni qarang. Mana. Ami sizga aytdim-ku. Nima qora atlasingizni kiyib oling dedim-ku. Men yaxshi salom berdimmi? Said opa. Hammadan zo'r Mavludaxon salom qildilar. Endi ozgina bellari anaqa qo'ygan baribir eng chiroyli kiyinib. Kechirib qo'yasiz. Bizni kelin yaxshi salom berdi. O'ynalib ketdi, qotirdi. Ichar o'rniga qo'ygan men bo'ldim hamma narsani. O'zichi bitta shunaqa amma bo'lsa-chi, bo'ldi bir hamma yoqda ammali janjal qiladi. Voy kechirib qo'yasiz. 10 ta holatdan bitta amma yaxshi. Hammasi bo'ldi. Bitta hammasini bekorga aytishmagan o'g'lim. Hay. Bo'ldi ba'zilar Mavludadan hay ammasi. Voy bugun bayram Halima. Boshlayar. Bayram bugun. Assalomu alaykum TVM kanalining muxlislari. Kulgu, hazil, mutoyiba shinavandalari. Bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami. Shu munosabat bilan hammanglarni bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Gap shundaki, TVM kanalida tarixiy voqea, yangi loyiha, to'ylar muborak, ya'ni to'nlar muborak ko'rsatuvi ayollar ishtirokida bo'lib o'tadi. Nimaga ayollar ishtirokida, nimaga to'nlar muborak ko'rsatuvi ekranga chiqayotganini ko'rsatuv davomida bilib olasizlar. Ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini bilan tanishtirishimiz shart emas. Mana Said opam hammani chiroyli qilib tanishtirib olib chiqdilar. Endi bugungi yig'ilishimizdan maqsad o'rtoqlar. Bayram deb bo'lsin. Xushchaqchaqlikni o'zidan xursand qilib o'tiringlar, opalar. Shu 8-mart kim o'ylab topgan degan narsaga oydinlik kiritib olsak, opalar. Shu narsaga bitta javob eshita o'zi sizlarda. Rahmat. O'zichi men shunaqa xursandman bo'ldi opa. Har dam 8-martda ham hamma erkak san'atkor chiqib olib o'tirishar. Mana shu kun bizga ham kelibdi-ku, o'zimiz bayramimizda o'zidan chiqagan. Bag'rimizga shamol tegdi. Erkaklar chiqib o'tirgani qiziqda, o'zim o'rgilib ketay, boshqacha bo'ladi. Endi Halimaxon 8-martda kim o'ylab topganini menga qizig'i yo'q. Menga shu sovg'asini qizig'i bor, sovg'a olsam bo'ldi. 8-martda meni fikrim bo'yicha kim o'ylab topgan, buni ayollar o'ziga o'zi o'ylab topgan. O'tirib zerikishgan qiladigan ishi bo'lmasdan bayram qilaylik degan. Bizga o'xshab yig'ilib osh pishirib bayram qilishgan. Zerikkan kunimiz bayram bo'ladi bizani. To'ppa-to'g'ri. Javobinglar hammanglarniki noto'g'ri. Endi eshitinglar javob, aniq javobni. Gul sotuvchilar o'ylab topgan. Guli qolib ketgan 7-mart kuni, 8-mart kuni bugun ayollar bayrami. Hamma gulini sotgandan keyin shu bayram rivojlanib ketgan butun dunyo bo'yicha. Said opa, siz qanaqa o'tkazyapsiz bayramlarni? Qanaqa bo'lardi? To'g'risini aytsam, syomka, teatr, ish, yugur bilan bayram ham esimdan chiqadi. Bayram kuni har kun ishlayman. Syomka jarayonlaridagi bo'lgan voqealardan, qiziqarli voqealardan aytsanglar. Choyga qarab oring, choyga. So'nmas orzular ko'rsatuvida bayram sonini syomkaga olayotgan edik. Keyin ismi nima edi oti? Ishqilib Alisher degan qo'shiqchi. Syomka qilib gapiryapmiz, haligi savollar beryapmiz, javoblar beryapti. Har gapini orasida opa oyoq tomonni olmaydimi deb so'raydi mendan. Aytdimki, bunday qaramata yana gapiring, qachon tug'ilgansiz, nechinchi yili, nimaga, qachon anaqaga borgansiz deb so'rayapman. Har gapida opa oyoq tomon olinmaydim dedim. Oyoq tomon dedim. Keyin yozib to'xtab turing dedim. Savollarga javob berib olasiz deyapman-da, yana gapiryapti. Oxiri syomka tugagandan keyin nima edi? Oyoq tomon deysiz. Bo'ldi, endi gapiring desam, opa, syomka payti faqat meni oyog'im bosib turdi deysiz dedi.
bundan 13 yil avval homiladorlik paytimda Chimildiq spektaklida kelinni o'ynayapman. Kuyovni Abdurahim Abduvahobov o'ynayapti. 6 oylik homilam bor. Bir payt kelinni dars ko'tarib Chimildiqni ichiga olib kirib ketadi, ya'ni kulisni orqasiga. Kulisni orqasiga o'tgandan keyin aktyorlar bir-birimiz bilan albatta hazillashamiz. Abdurahim aka meni ko'tarib qiynab qo'ymadimi, yo'q deb qiynalib yurib, meni endi og'irlashib ketgan ekan, men deb zo'rg'a ko'tarib, tiyurlab pishib sahnani orqasiga o'tib, endi sekin qo'ying deb sekin tushiryapsa, Hoji Akbar akam bilan hazillashib, "Ha, o'g'lim, bu olib bergan xotindan minnatdormisiz? Ko'nglingiz to'ldimi?" desa, "Yo, dada, qanaqa xotin olib berdingiz menga? Qo'lida bolasi bor ekan-ku." Studentlik davrida bir narsa esimga tushib ketdi. Bizning darsligimiz bor, xosiyat. O'sha masterство aktyor degan darsligimizda etyud so'zsiz harakat qilib berishimiz kerak-ku. Endi 4 tadan har bir studentga 4 tadan uy vazifasi topshirilgan edi. Hech narsa qilib kelmaganman, sal dangasaroqman, lekin joyida nima qilishni yaxshi ko'raman. Hamma narsa o'sha joyida paydo bo'lishi. Keyin qani Dilfuza dedi, bermetbek shunda bizning domlamiz, "Voy, nima qilaman?" dedim. Qo'rqib ketyapman-da. Qani bo'ldi, xo'p dedim-da, shunday narsa bir narsa esimga tushdi-da, shap turdim-da. Ha, bugun dars tayyorlab keldi-da, xursand bo'lyapman. Shunday o'tirdim-da. Taburetga shunday o'tirib, bundoq qarab oldim ularga, qarab olib. Juda ham ko'p, bir 15 minut, 20 minutcha u qarab, nima ekan hozir? Dedim, "Hojatdachi Nilufar yordam berib yuborasizlar-da, o'rtoqlarim yordam berishgan. Keyin qarashib yuborgan, uni chaqirdim, Nilufar mana o'rtog'im. Xosiyatga qidir tushib ketdi. Hay, nimani yo'qotib qo'yding? Qidiring. Nima edi o'zi? Nima? Mana shunda. Voy, uka, siz qarashib Alisher ham qarashib yuborgan dedim. Qidir. Narsa yo'qoldi, narsa tushib ketdi. Qidiring. Mana teglarni qarang. Gapirmaydi, nima edi o'zi? harakat. Nimaligini aytib. Voy. Dedim, sizlar ham charchadinglar. Voy, dedim-da. Bo'pti dedim. Yana bor dedim-da. Algini zochkamni oldim-da, yana ham naqib o'tirdim. Keyin meni o'sha yerda bermay tapa zararsiz chiqib ket. Shunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Şaşırma, özgür yargı asılma. İlk sevgi serabını ortasında yakılma. İlk sevgi serabını ortasında yakılma. Yarışma günazları, şahit ol günazları. Yarışma günazları, şahit ol günazları. Aşk değil aşkma, kılma kılasızlar. Şirin kılaman, maşuda gereğiyman. Bilaman, sağındasın bilaman. Erdin şirin kılaman, maşuda gereğiyman. Sağındasın sen beni, seversen gülsen beni. Sağındasın sen beni, seversen gülsen beni. Beni geçir sevgime deyip kucasan sen beni. Beni geçir sevgime deyip kucasan sen beni. Bilaman, sağındasın bilaman. Erdin şirin kılaman, maşuda gereğiyman. Bilaman, sağındasın bilaman. Erdin şirin kılaman, maşuda gereğiyman.
sog'inmasam bilaman mana shunday keragingman bilaman sog'inmasam bilaman mana shunday keragingman bilaman sog'inmasam bilaman darding shirin qilaman mana shunday keragingman bilaman sog'inmasam bilaman darding shirin qilaman mana shunday keragingman er xotinidan so'rabdi-da, azizim senga bayramda nima sovg'a qilay jonim, sen meni jonimsan, borlig'imsan debdi. Xotini ham erkalanib yetayotganmishdi. Shu nozikkina qo'lchalarimga debdi. Qo'llarini o'ynab eri kutib turganmish nimadirki. Yumshoqqina, oppoqina bo'yinchalarimga debdi. Erim bundoq qarab turib, kichkinagina quloqchalarimga ha desa, er bo'ldi, xotin davom ettirmay topdim sizga sovun podarka qilib. Sovun bersa yuvib taralib yuradi deb o'ylaganlar. Siz 8-marta qanaqa kayfiyatda kutib olasiz? Qanaqa sovg'alar taqdim qilasiz yaqinlaringizga? Menmi? Siz Agar menga qolsa, Haydafa agar menga qolsa 8-mart 29-fevralga ko'chirgan bo'lardim. Choylar bor. Eri bir kuni 8-mart kuni xotinidan so'rabdi. Xotinjon, 8-martga nima podarka qiling desa, bilmadim, jonisi hali o'ylab ko'rmadim-sa. Bo'pti bo'lmasa, senga 1 yil yana muhlat. O'ylab ko'r, keyingi yil xudo xolasa podarka qilaman senga dedi. Menga qara, yosh narsa birpas jim o'tirgin, men seni nimaga olib keldim? Hammani oldida gapiraverib, O'zini yopurasizmi hadi? Meni sharmanda qilaman men sizni. kichkina odamsan. Ahot kichkina. Yoshi katta, men o'tiribman, bular o'tirib. Bugun bayram. Ana o'tiribdi. Yerga tegmasdan turib salom qildi mana shu. Mana shu gapiring, gapirasiz. Men nima qildim? Yo'q. Yaxshi qolinglar, uzr. Yo, men nima qildim men? Bayram bugun har doim shunaqa. Mayli. Qizlar, xursand bo'lamiz deb faqat 8-mart bayram shart emas. Mana to'y hashamlarda ham hazil huzurli qilib, sharoitga qarab hammamiz ham ijroga kirib ketamiz. To'yda bo'lgan hangomalardan eslayishib, kayfiyatni ko'tarib, To'yda maylim. Yugurib kirdim, kech qolib yurar. O'zi hayotimda kech hali vaqtida kelmaganman. Yugurib to'yxonaga kirib, endi to'yga nechiga aytdim, nima qilib? Voy, bo'ldi, akajon, shunda kirdim. Assalomu alaykum. Hurmat, endi ozgina muzika ketib turay. Mana shu bugun 2 yoshimizni mana shu kunlarga yig'ilgan ekanmiz. Alloh ilohim bularga yaxshi o'g'il qizlarni ato qilganda, yana kelib 5 yil o'g'il to'ylarda xizmat hammamizga nasib aylasin. Shunda qarasam, chol bilan kampir yubileysi ekanda. Shunda qarab, voy, uzr dedim. Men nima shunaqa ko'p bo'ladi-ya, mo'ldapa. Aytib bering, shu bitta joy. Aytib bering, keyin men aytib beraman. Ancha yil oldin. Ancha yil yoshligimizda, hozir ham yoshman, endi 18 ga kirdim-ku, bilasizlar-ku. U paytlarda biz ovoz berardik-da o'rtog'im bilan. Nilufar onasi bilan. Bir bizni gitaristimizni to'yi bo'ladigan bo'lib qoldi. Ham o'zi ashula aytardi, ham gitara chalardi. Keyin o'zi sho'xroq emasmizmi? O'rtog'im bilan birga hamma mashinada ketyapti-da. Aytdi, o'rtog'im aytdiki, "Davayli dona" dedi. Doirachi bor, bitta doirachimiz bor, baland bo'yli, qo'llari ham bir tut, bizda 5 ta qo'l chiqadi, o'sha tosh. Shuni yava mototsiklda ketamiz deb qoldi. Mashinachi desam, shunda yetib olamiz dedi. Nima qilamiz? Mashinada har doim yuribmiz desa, "Xo'p" deb haligini chaqirib, Sattormida otib bir narsa edi. "Bu yoqqa ket. Biz sen bilan ketmoqchimiz" desak, "Bo'ldi, tamom, chiqish" dedi. Shu bilan men uni ushlab olganman, orqasiga o'rtog'im orqasida o'tiribdi, kichkinaroq. Men bo'yim sanimaroq, u kaskasini kiyib olgan. Ketyapmiz. To'yga ketyapmiz. Mototsikl Yavada. Mana joylar ham bor. Bitta bosdi, baqir yotibmiz, hech to'xtatmaydi. Ko'ylak tepada, sochlari yo'q. Deyapmiz, "To'xtat" desak, "Senlar o'zlaring ketaman" degansan, ketyapmiz. Bir payt bunday qarasam, yo'q. Yulduz yo'q, tushib qolibdi. Men aytdim, "To'xta. O'rtog'im tushib qoldi" desam, ishlamaydi. Baqirsam, "Tushib qoldi" dedim.
desam bunday qara qani deydi qarasam daryoda voy voy deb o'tirib borsak to'yxonaga borsak haligi kiyo ansambl endi biz hammamizda kiyo kelin o'tiribdi o'zi ashula aytyapti bugun qo'shni qishloqqa o'zi o'tiribdi qo'shiq aytyapti yana bittanasi Rossiya Moskvaga borganman-da unda u Ashxobodda ishlayotgan paytimda o'zimcha toza o'rischani bilaman-ku yomon bilaman Ukrainaga bordik qarasam Ukrainada gastinisaga kirdik ular hammasi ruscha gapiradi bir payt bunday bordimda sizda endi anaqa nima sotadigan narsa sotadigan men aytdim Halimaxon это choy bormi deyapman desam menga qarab nima deydi desam voy dedim menga qarab choy bormi desam boshini bunday qimirlatadi nima deyapti voy dedim o'zbekcha bilar ekan dedi domlani chaqiryapman ha dedi bu yoqqa keling dedim mana dedim nimani bilar ekan dedim o'zbekcha bilar ekan dedi o'zi ukrainku desam qayerdan bilar ekan bilmadim mana so'raydi choy bormi desam nima deyapti keyin u qarab turib jinni bu yo'q deyapti nima degani yo'q degani ekan men turmaganman nima deyapti deb nimaga borib Moskvaga borganda konkursga borganda endi aytib beraveraman konkursga borganda nima siz o'zingiz bor birga boramiz desa Edvard Qalandarov Jo'ra hammasi bor edi men aytdimki men o'zim boraman men bilaman hamma yo'lda yo'lni bilib olganman dedim bir payt yo'l topolmayapman borib olganman bunday bittasini ushlab oldimda bitta o'ris kishini ushlab olganman мне надо большой такой deyman maydon esimda yo'qda большой desam вам хлебный магазин dedi нет dedim красный deymanda diver deb qo'yaman desam qo'y diver dedi yana ketyapman o'la красный maydon deyapmanda demoqchiman u yoqqa olib keladi bu yoqqa olib keladi topolmayapman maydonni endi bilardim men bir xayoldan keyin oxiri nima deb ketyaptim bunday ushlab olib bilmaysanmi красный там звездочка есть desam я не знаю dedi dedim там же Ленин же умер вот так deganman bor hadeb yururmasdan yoqqa borib o'tirib olgin bitta joyda o'tirgan bir kun men ham xizmatda edim o'sha bir onaxonni yubileyi edi keyin shu ashula aytib turibman hamma endi hurmatimni joyiga qo'yapti ayniqsa bir erkak endi o'qigan ziyoli ko'rinib turibdi hurmatimni joyiga qo'yib juda ko'p kelib hurmati joyiga qo'yapti men ham rahmat deyapman keyin ashulamni tugatdim kelinida iltimos qurbon o'lamni eshitaylik dedi qotib qoldim kechirasiz qurbon o'lam ashulasini men bilmayman qanaqasiga bilmaysiz siz men bilan hazillashmay qurbon o'lamni eshitishim kerakman keyin u yerda onaxon ham turibdilarda ha sizni qurbon o'lam ashulangizni eshitishni aytganmiz sizni Maryamxon ayting deydi bir soat ashula aytib man Saida Rahmatvaligim bilmay Maryamxon bilan o'tirishgan Şuşramda kaldım, kuvvaçga to'lardi sevardim. Qo'shlar otardim, quvonib ketardim, quyosh botardi, dilimga botardi. Har kuni yangidan qonimni kutardim, sevardim. Yolg'onlar kim o'libdi, alamdan kim o'libdi, sevgan kim bo'libdi, rashk qilgani, hech kim sevgingdan bu soxta sevgilingdan ilk sevging qandayin
sensiz o'tmaydi, sensiz o'tmaydi kunim, sensiz o'tmaydi. Kechir sevgilim meni, kechir, kechir sevgilim meni, kechir. Hazil edi bilmading, arazlading kelmading, hazilni tushunmading nega? Sog'inib kelsam yana, bosh urib kelsam yana, sevgilimni mensimading nega? Yolg'ondan kim o'libdi, alamdan kim o'libdi, sevganing kim bo'libdi, rashk qilgani, hech kim sevgingdan, bu soxta sevgilingdan, ilk sevging qandayin shirin. Kechir sevgilim meni, kechir, kechir bir boram yana, kechir. Sensiz o'tmaydi kunim, sensiz o'tmaydi, sensiz o'tmaydi kunim, sensiz o'tmaydi. Kechir sevgilim meni, kechir, kechir sevgilim meni, kechir. Kechir sevgilim meni, kechir, kechir bir boram yana, kechir. Sensiz o'tmaydi kunim, sensiz o'tmaydi, sensiz o'tmaydi kunim, sensiz o'tmaydi. Kechir sevgilim meni, kechir, kechir sevgilim meni, kechir. Bahodir Yo'ldashev kino olgan, u bilmayman uni qo'yishganmi, qo'ymaganmi. Men rolda o'ynaganman. Rol o'ynaganman. Siz aytganingizdek, hali men uncha bilmas ekanman-da, obrazga kirish kerak, kiryapman, obrazga kiryapman, yig'la desa yig'layapman, lekin unchalik emas shekilli-da. Bunday kulib kelardi-yu. deb boshini qimirlatib, mada qilib kelsa men, menga hozir yaxshi gapirarmikin deb, oldimga kelganda qars deb tushirsa bo'ladimi basharamga. Ho'ngiraga o'tirib yig'lab bordim. Voyda, yo, voydat deb yig'lama dedi. U gapirib yig'la dedi-da ungacha. Bunday qilib g'alati qaraydi. Basharam teskari bo'lib qolib. Dehqon akamiz shaharga kelib bozorda ayollarni yo'qotib qo'yibdilar-da. Keyin militsiyaga borib, ularga murojaat qilib, shunaqa ayolim yo'qotib qo'ydim desa, militsioner xotiningiz belgilari qanaqa desa, qanaqa belgilari debdi. Masalan, meni xotinim debdi militsioner, bo'yi kelishgan, o'zi chiroyli, oyoqlari uzun chiroyli ayol desa, keyin dehqon chol aytibdilarki, voy meni xotinim qari, oyoqlari qiyshuv, tishlari yo'q, ukajon unda seni xotiningni qidirib qo'ya qolaylik debdilar. To'y haqida Nilufar, to'y haqida bir voqea aytib beraman dedilar. Shunaqa bo'lganki, bir rolga chaqirishgan, Osiyoda bo'lgan to'yda. Chiroyli bo'lib kiyinib, sochlarimni tarantirib, endi sezon boshlangan, shu sezonga kirib, birinchi kirishim sezonga. Artistlarning stoli bo'ladi, alohida o'ziga stol qilib berishadi, o'sha yerda o'tiribmiz kutib. Meni oldimda bitta bola o'tiribdi-da, menga nima deydi? Tutqizyapti. Ichgan. Ichsammi? Hech deydi. Men chiroyli bo'lib olganman, sal chiroyli bo'lib o'tirishim kerak. Yo'q, rahmat dedim. Chiqin yaxshi bo'lar, chiqin, hech deyapti. Yo'q, rahmat dedim. Joyimni alishtirib oldim, bu yoqqa o'tirdim. Sen yana yonimga kelib oldi. Tushunsanmi dedi. Hozir dedim, yomon bo'ladi, lekin jahlim chiqmasin meni dedim. Sen keyin deb qilib, ustimga qo'yib yubordi. Siz ustiga qo'yib yubormayman, akam. Deb ustimga qo'yib yubordi. Keyin shunda chochuvni oldim-da, qo'l bo'lib yotibdi chochuv. Chochuvni oldim-da, yuziga qilib, mana bunaqa qilib
yuziga artib tashladim, sochini otdim. Haligi joyda mamna qilib bo'lib, devorga yopishib kirishib ketganmiz, bir-birimizga mamnaqa urishib. Hech kim ajratmaydi. To'yxona to'la erkak, hech kim turmasa hamma tomosha qilib o'tiribdi. Mazza. Keyin endi men chiroyli bo'lganman, sekin olib chiqib ketishgandan keyin navbat berishdi. Uyalmay yana chiqib olib, deb yana aytim, sevganim deb ashulalarni aytib ketganman-da. Mana shunaqa voqealar ham bo'ladi. Mana shu andishalik kelinida Dilnoza Kubayeva bilan raqstirlar. U o'g'limi, u kelinimi o'ynaydi. Men endi qaynana, o'sha gazanda qaynana. Bir mahal shunaqa sahna borda, uni ko'tarib oladi-da. Ko'tarib oladi, keyin men u yoqdan dod deb chiqaman. Voydod, bular kechasi yetmaganda ko'ppa kunduz ham bir-biri bilan achamlashib yuribdi. Ey, onani mazasiga dod deb chiqadigan sahna bor. Ikkinchi sahnasida kelinni rosa urishdim endi Dilnoza. Mashina qilib turdi-da, oxiri urishganimdan keyin shuni ko'ngli ana bo'lib yiqiladigan sahnasi bor. Endi o'zi bu qo'yilgan sahna bo'yicha. Mashina qilib urishdim-da, keyin u hech narsa gapirmay shu boshi aylanganini berib yiqilib qoladi-da. Yiqilib qolgandan keyin sahna davom etish kerak. Bir mahal bir erkak pastda o'tirganda, "Ov! Qanaqa odamsan? Kelin o'ldi-ku!" dedi. Shunaqa vajohat bilan o'tirgan joyda-da, ha. Katta o'zim shunaqa semiz kishi. Hamma jim bo'lib qaradi. Endi nimadir qilib javob berishim kerak, chiqib ketishim kerak holatdan. Sahnani davom ettirishim kerak. Birpasni turdim-da, "O'lmaydi, artist bu, artist. Artistlik qilyapti" dedim. Chiqib ketmasdi. ketdi. Bitta konsertda nimada konsert qo'yadi bayramda, mustaqillik bayramida, keyin ertasi kuni bo'ladi. Konsert qo'yatsam nimada hali aytadi, "Sen qo'rqoqsan" degan qo'shiqda aytmay qo'ydingizmi deb. Shu "sen qo'rqoqsan" deb aytayotgandim-da, ashula aytyapman-da. "Sen qo'rqoqsan" deb aytaman. "Sen qo'rqoqsan" deb aytib bitta chol qarab turibdi menga, aylanib olib yana "Sen qayerga borsam o'sha turgan ekan". Lekin chiqqan ekan bu yoqqa kelib olib, "Berakat, men qo'rqoq emasman. Meni sen qo'rqoq dema, qizim. Meni urushlarga qatnashganman. Qayerga borsam sen qo'rqoqsan deb qo'ling bilan yurdi" dedi. Bozorga baqqan yarashganay aylanama, yigitga maylo yarashganay urguraman. Albatta-yu albatta aylanama, meni olasiz xilvatda urguraman. U bo'yida hassang tosh aylanaman, o'tay desam chag'ir tosh ay urgulaman. Ay qo'shnimni o'g'li bordur-ay aylanaman, ko'zi shahlo qalam qo'shay urgulaman. Aylanaman, urgulaman, bo'ylar istanay. Mani quvmang yigitchayay, o'ylar istanay. Do'stligini kiyovur, ay o'zim aylanaman. Xachillatib yuravur, ah o'zim o'rgulaman. Yoshligingda o'ynab qol
tomoshabinlar siz hamon hajmiy ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. Mana o'tirganlar ayollarimiz hammanglar yaxshi bilasizlar, san'at sohasida mana ijodlaridan, to'ylarda bo'lgan hazil mutoyiba, tasodifiy voqealardan guvoh bo'lib turibsizlar. Endi tangani ikkinchi tomoni bor deb o'zbekda naql bor. Tangani bir tomoni, ikki tomoni bo'lganda, bizani shu yerda o'tirgan mehmonlarimiz oilada qandaysizlar? Oilada bola chaqani oldida, xo'jayinlarning oldida qanaqasizlar? Masalan, Said opa keliningiz necha marta uxlab qolgan, siz necha marta urushgansiz? Shuning haqida ham bir qiziqarli voqealarni eshitdinglar? Men o'ynagan rollarimda, teatrdagi o'ynagan qaynonalarimda kelinlarni ko'p urishaman. Kelinlarga azob beraman. Uxlab qolganini ochiqdan aytaman, lekin o'ydagi sirni aytmayman. Men yaqinda qizim uzatganman. Endi uxlab qolish deganda unaqa uxlab ham qolmagan-ku, lekin bir ikki marta "Ma'ludum, men uxlab qolyapman" deb qoldi. Men aytdim-ku, "Nega uxlab qolasiz, kizim?" desam, "Uxlab qol. Yot qizim" dedim. "Unaqa qilmang qizim, siz ertaman turing-da" dedim. Desam, "Bo'pti" dedi. Yana bir ikki kunmi, bir ikki marta uxlab, yana uxlab qoldim dedim. "Nega uxlab qolasan sen?" Nima qiling qizim, siz so'kishdasiz dedi. Bo'pti dedi. Keyin bir kun uxlab qolmay debdi-da. Uxlamabdim, bilmayman. Hali qaynonasi tushib, pastga tushib, qaynonasi mana choy ichib ketar ekanda. Keyin uxlab qolmay. Telefon qilib turamiz bo'lmasam, uxlab qolmay. Hammasi, u yerdagilar ham hammasi bir ikkitasi bo'ldi, davay, uxlatmaymiz deb keyin sahar soat 5 da turib, o'tirib, keyin 6-7 da choyni damlab qo'y, hamma o'tirarmish, hech kim chiqmarmiz. Keyin nima chiqyapti? Qochgan soat 9-10, hech kim yo'q desa, shu kuni bozor yakshanba kuni ekan. San'atkorlarning o'z tuprog'i yengil, hamma narsa birdaniga o'zingiz bilmagan voqealar ko'chada yuradi. Oilada qanaqa bo'ladi? Er-xotin urushib, o'sha oilada qolib ketadigan narsalardan birpas urushib, birpas yarashaveradigan sharoitlar, voqealar esingizga tushgan bo'lsa, o'sha to'g'risida ham gaplashaylik. Qizuvda, shaxsan menga qiziq shu narsa. Endi baribir haqiqatan er-xotin urushi, doka ro'moli qurishi deganda bo'lmay iloji yo'q. Agar o'zing urush bo'lmasin deb ming xonadonni bir tekisda ushlasang ham baribir kimdir urushtirib qo'yadi-da. Bizda ham shunaqa voqea bo'ldi. Bir ayol qo'ng'iroq qilib endi so'ragan uydan. Saidaxon qayerda? Jumadlar kelin salomda degan. Yana bir pasdan keyin so'rasa challarda degan. Uyda yo'q degan. Yana kechqurun so'rasa, yana kechqurun yo'qlar uyda. Teatrda undan keyin yana to'yga boradilar. Menga qarang, o'zingizlar birga yashayapsizlarmi yo yo'qmi degan. Men o'z juda ham kamdan kam urushaman. Urushganimni ham eslolmayman. Do'kkaro'mol qurishga ham ulgurmaydi. Nimagaki, jahlim chiqib, anaqa nima qilib qo'ysan, o'zi to'g'risini aytaman. Men qanaqadir urushib qoldi deb o'ylashadi. Urush baqirolmayman, ovozim chiqmay qoladi o'sha paytda. Tarbiya zo'rda, erkakka baqirmagin, tik qaramagin deb tarbiya berilgan. O'sha paytda tomog'im anaqa ishlamay qo'y. Shunday yashang, shunday quplab qo'yamanmi? Nima qilganda ekan, boshqa odam orqali taqillatsam, qizimmi yoki uyim debda yarimtasi taqillatyapmi, shunday kirib xuddi o'zini masligiga solib nima qilsa, bilaman, kuchim yetmaydi. Voy deb kulamanda, keyin demanda, shu bilan yana o'sha bo'lib ketadi. Urusha olmayman, gina saqlay olmayman, davom etib ketaveradi. Hayot davom etadi yana. Ay, bu bilan bitta gapdan qolinglar demoqsiz-da. O'shancha bir marta gapdan qoling. Kechgacha uy ishidan ortmayman, goh qarab oynaga kimligimni bilmayman. Na teatr, na kino, na konsertga bormayman. Yonimda yursangiz ham eri yo'q ayoldayman. Oh, men yoshligim qani
güldük yoshligim. Ah meni yoshligim, sodda yoshligim. Maza bo'ldi ku sizga, rosa ko'ngil qo'shligim. Ah meni yoshligim, sodda yoshligim. Maza bo'ldi ku sizga, rosa ko'ngil qo'shligim. Yurgan ekanman doim, shu o'yim, shu joyim deb, o'zimga qaramasdan sizni jonim, jonim deb. Asal oyi ham o'tdi, qaynona xizmatida. Yana necha yil o'tdi, bola chaqa dardida. Ne kunlarni ko'rmadim, shu oyoq boshim bilan. Mehr nima bilmadim, siz bag'ri toshim bilan. Ah meni yoshligim, qani qala qoshligim. O'tib ketdi siz bilan, meni güldük yoshligim. Ah meni yoshligim, sodda yoshligim. Maza bo'ldi ku sizga, rosa ko'ngil qo'shligim. Ah meni yoshligim, qani qala qoshligim. O'tib ketdi siz bilan, meni güldük yoshligim. Ah meni yoshligim, sodda yoshligim. Maza bo'ldi ku sizga, rosa ko'ngil bo'shligim ajonim. Xullas kalom, mana yana xotin urushi, doka ro'molli qurishi dedik. Haqiqatan ham xotin urush janjali har xil bo'ladi. Biz Angliya safariga borganimizda gastrolga. O'shanda hali chiqishlarimiz bo'ldi, ish qilib juda ham ko'p joyda o'zimizni konsertimizni, spektakllarimizdan parchalar ko'rsatdik. Bir kun aziz mehmonlar deb bizani juda bir shahar hokimi, endi hozir o'zimiz hokim degandek ularning ham hokimlari bizani kutib olishdi. Meni sochim mana nima Nilufar kelishib mayda o'rilgan edi o'shanda. Shu sochlarim, kiyimlarim, zibu gardonlarimiz ular shunaqa yaxshi ko'rishib bu narsalarga qarashdi, havas bilanda. Keyin juda qarsilar chalishdi, bo'ldi, o'tdi. Kechqurun bizani bir piyola choyga taklif qilishdi. Haligi joyda keyin men haligilarni yechib, endi o'zimga o'xshab mana shu chiroyli kiyimlarimni kiyib bordim. O'sha paytda menimda sochim mana shu yoqdan kelardi. O'zimning kiyimlarim, sochlarim bilan bordim o'tirishga. Biz endi Jumadlar bilan eng yosh edik ularning orasida borganlarimizda. Ikkalamiz orqada kelayotgandik. O'sha kutib olayotgan haligi hokim, ular mayor deydi. Hech kim bilan anaqa hech kimga e'tibor bermasdan to'g'ri meni yonimga keldi. Endi u paytda hali sal yosh paytim. Kelib, mana shunaqasidan yelkamni silab, boshlarimni silab gapiraverdi. Men hech narsani tushunmayapman deb kulaman. Jumadlar ham bundoq qaraydilar. Yana mana shunaqa qiladimi, men bunaqa qiladimi, gapirib sochlarimni silab gapiraveradi. Xijolat bo'laman, shunaqa kuyinib gapiryapti. Oxiri u yoqda askiya qildilar Yodgor aka. Jumadlar xotiningdan ayrilding dedilar. Keyin hamma kuldimi? Jumadlar bir qarasam jahli chiqyapti-da. Endi til tushunmaymiz ikkalamiz ham nima deyotgan ekan deb. Kimda qarasam olayib qarab, o'sha yerda endi mosh so'kadigan bo'lib turibdi. Sen nimaga unga qo'lingni ol demayapsan? Da koshki bilsam, qo'lingni ol deyishimni. U gapirini ha deb turaverdim-da. Keyin qo'rqib ketdim Jumadlarni. Hozir yana ikkalamiz aytib qolmaylar hammani oldida so'kinib qolmaydi.
hay tarjimonga bu yoqqa keling dedim. Tarjimonning ismi ham Yoqubjon edi. Bu yoqqa keling dedim. Nima deyapti bu? Tarjima qiling dedim. Endi jumadlarni oldida o'zimni nima qilishim kerak edi. Nima deyapti, nima qo'yapti. Hali keyin yana mana chaman, ko'karda chaman bo'lib yurmaydi deyapman-da. Bir mahal shundoq keldida tarjimon keyin yana unga aytdi, gapingni aytgin, men tarjima qilib beray desa, u bechora voy qandoq hali sochlaring uzun edi, mana shu yeringga tushar edi, ko'ynaklaring uzun edi, qandoq senga yarashib turuvdi bu sochlaring, sen bir kunda bizni yurtimizga kelib darrov anglichanlarga o'xshab sochingni qirqib olibsan dedi. Bechora kuyinib gapirayotgan ekan. Sochimga havas qilib. Mo'jiza yaratmang mayli ayol deb. Shundoq ham bu hayot o'xshar ertakka. Qo'lingizdan kelsa qo'rg'on bo'ling siz. Ayolzor bo'lmasin bir mard erkakka. Nima bo'lganda ham biz ayolmiz. Ayolligimizni unutmasligimiz kerak. Uydamizmi, to'y hashamdami, sahnadami, baribir biz ayolmiz. Bayram muborak bo'lsin. Bayramingiz bilan.
4 ta xotinni kutgandan ko'ra 100 ta erkakni kutgan yaxshi. Axir tugadi, mayli. Hamma erkaklar nomidan barcha ayollarni tabriklayman. Choyxonaga kelib turinglar.